Kuveytlik dağlıq doktor hem Afrikada 29 yıl İslam daveti ilip bağan doktor Abdurrahman Semit davet hayatidagi bir vaqalikni so'zlab mundaq deydi. Biz Afrikada balalarni davolash xizmatini qilayotgan kunlarning birida bizning davolash guruhimizdagi bir doktorga Afrikalik bir ayolning yig'lab yolvorayotganligini ko'rib qoldim. Ayolning noli faryodiga qarab yuragim etishdi. Doktordan u ayol to'g'riliq so'radi. U ayolning emitayotgan bolasi bor. Kesili nihoyatda ig'ir ekan. Ammo u ayolning davolashga puli yo'q ekan. Shunga bolasini qutqizib olish uchun yolvorayotdi, dedi doktor menga tushundirib. Men tarjimon orqali u ayoldan kunda qanchalik pulga ehtiyojli ekanligini so'rab bildimki, u ayol bolasini davolash uchun kunda bizning Kuveytga nisbatan bir quti gazliq ichimlikning pulisiga ehtiyojli ekan. Chatoq yo'q. Bu pullarni men shaxsiy hisobotimdan beraman. Agar pul tugab qolsa, ya'ni ehtiyojli bo'lib qolsangiz, bu yordamchimni izlasangiz bo'ladi. U menga vakolatan sizga pul beradi, dedim men yordamchimga ishorat qilib va imzoyimni qo'ydim. Hamda uningga 1 yillik chiqimiga yetgudak pul tutqizdim. Yillar o'tib bu ish tamoman esimdan ko'tarilib ketibdi. Oradan 12 yil o'tgandan keyin ishxonamga chiroyli bir bola bilan men tonimaydigan bir ayol kirib keldi. Bu o'g'lim Abdurrahman bo'ladi. U Qur'on Karimni va nurg'ulgan hadislarni yodlab bo'ldi. Uning birdan bir orzusi sizlar bilan birga da'vatchi bo'lib, kishilarni islom diniga da'vat qilishdir, dedi ayol bolasini ko'zitib turib. To'yuqsiz chiqqan bu gapdan hayron bo'lib so'radim. Nemishqa bundoq talabda bo'lib qoldingiz? Bola bilan paranglashdim. U arabchani ravon so'zlaydi. Onam menga sizning hikoyangizni deb berdi. Siz meni davolatish uchun ketarlik chiqimlarni ustingizga elib, mening hayot qilishim uchun yordam qilgan ekansiz. Men islomning naqadar go'zalligini bilib yetdim. Men sizga tashakkur etaman. Hamda buningdan keyinmi sizning da'vat markazingizda qilib, kishilarni islomga da'vat qilsam deyman. Men Afrika tilini yaxshi bilaman. Faqat tomoq bersangizlar, boshqa talabim yo'q. Xohlasangiz sizga Qur'on tilovat qilib beray, dedi bola va Baqara surasidan ma'lum oyatlarni tilovat qildi. Bolaning qiroati shu qadar go'zal, mo'ngluq ham o'lchamlik edi. Bolaning tushuntirishlaridan 12 yil avvalgi yiliqi Afrikada yuz bergan ish esimga keldi. Men o'zimni tutib ololmadim. Ko'zlarimga liqqida yosh keldi. Shu hamon shukr sajdasi qilish uchun yerga yiqildim. Ey Rabbim, bir quti gazliq ichimlikning pulisi bir bolaning hayotini qutqizib, islomga bir da'vatchi yetishtirib chiqarib beribdi. Sana cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Shunda qilib bola da'vat markazimizda qolib qoldi. Keyingi kunlarda u Afrikadagi el suygan mashhur da'vatchiga aylandi. Ani qarang, ba'zida ozg'ina chiqim bilanmi nurg'ulg'an katta savobliq ishlarga vasila bo'g'ili bo'ladi ekan. Yana ba'zida ozg'ina pul bilan ba'zi kishilarning hayotida cho'ng o'zgarish paydo qilib, ularning baxtli hayot kechirishiga sabab bo'g'ili bo'ladi ekan. Shuning uchun oddiy bo'lsimi yaxshilik qilishga sal qaramang. Ulug' Alloh mundaq deydi. Allah'ның yo'lida pul milini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yer terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kangdir.